Ko'rikdan o'tkazuvchilar rahmat. Har hafta kelib turaman. Boradi. Bolaning doktorimiz boradi, tekshiradi, ko'radi. Tabletkalarni beradi, dorilarni beradi. Rahmat, prezidentga ham rahmat. Yaratilgan sharoit aholiga tibbiy ko'rigning sifati va natijasida tumanda, viloyatda, respublikada bepul davolashga ko'maklashish. Kimda e'tiroz, taklif, fikr bo'lsa marhamat. Kamchilik yo'qmi? Hamma o'tyaptimi? Tibbiy ko'rikdan juda mamnunman. Rahmat doktorlarimizga. Har haftaga har 4 kun 5 kunga haydalib bizlarni nima qilib turadilar. Ko'rikdan o'tkazib, dorilarimizni nima qilib beradilar. Rahmat ularga. Biza ming rozimiz bulardan. Mana oilaviy hammamiz kelib ko'rikdan o'tamiz. Biza rahmat doktorlarimizga. Menga kirsinlar. Biza bulardan minnatdormiz. 2025-yil 18-aprelda Sog'liqni saqlash vazirining 102 asosida O'zbekiston bo'ylab butun hududlar bo'ylab sog'lomlashtirish oyligi deb e'lon qilindi. Shu munosabat bilan bizning 63-oilaviy poliklinikamizga ham sog'lomlashtirish rejasi asosida chuqur tibbiy ko'rik tashkil etildi. Bunda juda to'rt mutaxassislar, shu qator to'rt mutaxassislar endokrinolog, nevrolog, kardiolog, lor, pediatr, stomatolog vrachlari, bundan tashqari yana UZT ishlayapti, laboratoriya ishlayapti, EKG apparatlarimiz ishlayapti.